Goja o'zini men ikkinchi desa, Jugulian o'zini o'tirib chiqib birinchi deyolmaydi. Ya'ni Savsovning mushavir Goja o'lmasa, Jugulian o'tirib chiqmaydi deydigan. Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shib olib filmning davomini ko'ring. Bu jang oyoqlashgandan keyin Goja bu yerda Savsovga endi bir mezgil qo'shinni aram aldirish, boychilikni kamaytirish, xalqni beyitish, ularning ko'nglini xotirjam qilish, mush asosda asta-asta yosh lashkarlarni elib bir qism qeyri lashkarlarni qaytirib qo'shinni texim sarxillashtirish, qo'shinni ko'paytirishni o'tirib qo'ydi. Mush vaqtning o'zida yana boshqalar Liubeyning tek hayotligi ozg'in qo'shin bilan buning tek o'lmaganligini, uni qo'g'lab berib yo'qotish kerakligini o'tirib qo'ydi. Biroq Goja o'shada Liubey endi chuqum jingjo berib Liubiyaga beqindi. Albatta bizning keyingi nishonimizmi elni birlik keltirish uchun chuqum jingjo bo'lish kerak. Jingjo nag'alliq jahonning qoniydi nag'alliq. Jingjo nasaqlar jangdan uzoq qolmay olalaymiz deb tadbir ko'rsatdi. Undaq Liubiya qo'shin ta'tili degan vaqtning o'zida Goja yana ta'xir qilingan. Bu yerdagi Liubiya hozir yoshli cho'ng'ib kasalchan bo'lib qoldi. Buning ikki o'g'li bor. Buning cho'ng o'g'li Liuchining onasi o'lib ketgan. U tarafdagilarning kuch ojiz, biroq kichik xotindan bo'lgan kichik bolasi Sayjamatining. Bu Sayjamati butkul bu yerda jingjo'd eng kuchli jamoat. Liubiya o'lsalar uzoq qolmay bularning ikki ziddiyati chiqadi. Shuning uchun biz buni yalpigashtirli. Bularning ikki ziddiyati texnik qattiqlashsin. Mushu halqida foydalansak jingjo'nishning eng unumli, eng yaxshi chorasi mushu deb o'tirib qo'ydi. Xo'janing degandek Savsov kin Saymovning alilishi bilan bir talma o'qatmay butkul jingjo'ni va bu yerga 30 ming kishilik qo'shinni o'z ilkiga oldi. Endi mush vaqtning o'zida Liubey Jangchaga Liuchini qashirib ketib ketdi. Endi dal mush chirbi urush boshlanishdan burun Goja o'lib ketdi. Goja o'lib ketishiga ulgurib Jugo qodi o'tirib chiqdi. Shuning uchun mayat Goja usi volum bu chu degan gap mushundan kelib chiqqan, mushundan to'g'ri kelib qolgan. Goja nima sababdan o'lib ketdi degan vaqtning o'zida mayxo'rlik, ishqibozlik tufaylidan o'lib ketdi. Bir qisminglardek taz shahvat beraz, macho kashki to'yini qizvoldan shu vaqtda qarab vah deb turdigan xalayim qaniylik imsak, yeliq makaylik kap degan to'laroq yivoldigan, men o'ziga ishonmay ashta qildigan balama u. Shunga o'g'illar bir erlarimiz yosh vaqtimizda mentik yosh salomatligimni osray deb bir aroq sharab mushtaq kayfsafat sal chig'da sal o'zimizni tatib yursak. Endi 30 yosh mazg'ul kirganda 30 yosh qilib qoldim, endi balam ba xotin deb o'zimizni tassak, yosh cho'ng bo'lib qolganda bo'lsa, yosh cho'ng bo'lib qoldim, endi neri turayjimi yosh bolalarning ishi tursa bu deb har vaqtda o'zimizga shunday bana deb, shunday ishlardan sal jiroq tursa, shundan bir sog'lomroq yashab, bir uzunroq umr ko'rgimiz bor-ku, xotindan bir 5 yil uzun umr ko'rishni nasib qilsin menga. Gojaning o'sha donishmanlar qatorida birinchi o'ringa tizilishlik sabablar mushu tufaylidan qarsak ve yeni Savsov taraf uch parchalik haqida qissada boshdan oxir eng kuchli taraf mushu shunami? Endi o'ttirki bir mezgilda bu yerda Liubey jingjo'dan keyin Shichuanni olganda eng kuchli o'ringa o'tdi. Lekin uzoq bo'lmaydi. Uzoq o'tmaylar bu yerdagi Guayu jingjo'ni tatqizib qo'ygandan keyin yana ojiz o'ringa tushib qoldi. Biroq ve yeni Savsov taraf boshdan oxir eng kuchli. Bundan kuchli bo'lishiki Savsovning shimolni birlik keltirishi, Yuanshao'ni yo'qotishi, Yuanshu'ni yo'qotishi, Lubonni yo'qotishi qatorliq janglarning hammasida Gojaning to'pisi eng zo'r. Goja haqiqiy harbiy mushavir ma'nochi. Endi shuning bo'lsa, aslida bu davlat ishlari ministeriya deb qo'ymizmi? Shunga Savsov jang ketgan vaqt Gojani olgan bilan shuni yo'liq saqlab, shu jon saqlab turish shu yerda. Endi mak Goja haqiqiy harbiy mushavir. Shirbiy yengilgan vaqtning o'zidimi Savsov Goja go funksiyon bo'lgan bo'lsa, yana 10 yil hayot bo'lgan bo'lsa, men jonni birlik keltira olaydim deb yig'lab tikanmish. Yenimiş 4 klassik asar haqida qanday uzunlar qiziqadigan mazmunni anglamoqchi bo'lsanglar, meni Guanju qo'yib, Pingyunjuga qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Rahmat.